Bir hikoya aytib beraman. Bir ovchi ov qilib yurarkan, nimadir bir baxtsiz hodisa bo'libdi-da, haligi miltig'ini uchi qayilib qolibdi. Endi nishonga olaman desa, xato ketaverarmish. Qanaqa qilib to'g'rilatsam bo'larkin deb o'ylanib, oxiri bir joydan daragini eshitib, 20 yillik miltiqchini oldiga boribdi. Bu odam 20 yildan beri miltiq tuzatadigan usta ekan. Shunaqa bir holat bo'ldi. Bir yiqilgan edim, zarar yetib qoldi, uchi ozgina qayilib qoldi, nishonni to'g'ri ola olmayapman deganda, haligi ovchi miltiqni olib u yoq bu yog'iga qarab turib, ayni bir nuqtasini topibdi-da, rosa kuzatibdi oldin. Bolg'asini olib turib, o'sha joyga bitta zarba berib, haligi miltiqni to'g'rilab qo'ygan ekan. Qani ko'rchi deb egasiga bersa, qarasa haqiqatda hamma joyi to'g'ri bo'lgan, nishonga otib ko'rsa, bexato bor etganmish. Qoyilman, bitta zarba bilan hal qilib qo'ydingiz. Xizmat haqi qancha bo'ladi desa, o'sha payt uchun ancha-muncha qimmat pulda aytibdilar. Keyin qo'ysangizchi, shunchalik ham haq so'raysizmi? U bor yo'g'i bitta zarba bo'lgan bo'lsa bu yerda degan paytda haligi miltiqchi aytgan ekanki, men bu miltiqni bitta zarba bilan to'g'rilaydigan holatga kelgunimcha 20 yil vaqt sarflaganman deb aytgan ekan. Bu voqeadan nima xulosa qilamiz? Biz har doim ham natijaga qarab baho bermasligimiz kerak ekan. Natijani ko'rar ekan, uni orqasida yotgan yillab mehnat qilingan sabr, chekilgan zahmatlarni e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak ekan. Instagram, YouTube orqali ko'p muvaffaqiyatli insonlarni kuzatamizda, ularni omadi kelgan, ularga Xudoyim rizqini keng qilib qo'ygan yoki shunga o'xshagan gaplar bilan o'zimizni ovutamizda, ularni bu darajagacha yetib borishiga sababchi bo'lgan omil, bosib o'tilgan qiyinchilik, yillar davomida uxlanmasdan sabr bilan tishini tishiga qo'yib qilingan harakatlarni chetda qoldirib qo'yamiz. Biz bu voqeadan yana bir qancha yaxshi xulosalar chiqarsak bo'ladi. O'shalardan bittasi o'zimizning sohadan kelib chiqib gapiraman, ilmga to'lash masalasida. Ko'pincha ota-onalar bilan suhbatlashib qolsak, narxlarning qimmatligini aytishadi. Qimmat ekan yoki buni arzonroq qilishning iloji yo'qmi deb turib so'rashadi. O'shanda doim bir narsani aytaman, biz shunaqa bir mard insonlarmizki, uyimizga bir mehmon kelib qolsa, qimmat turadigan qo'ylarni so'yib olib, qimmat bozorliklar qilib mehmondorchilik qilishga kelganda, mardimizda sarflagan pulimiz ko'p ko'rinmaydi, lekin farzandimizning kitobiga, farzandimizning ta'limiga sarflayotgan pullarimiz ba'zida ko'zimizga ko'pdek ko'rinib ketar ekan. Ustozimizdan bir yaxshi gapni eshitganman, o'shandan beri har doim harakat qilaman. Topayotgan daromadimni yaxshigina qismini rivojlanishim uchun, ilm olishim uchun sarflashga harakat qilaman. Ustozimiz aytardilar, har bitta sotib olayotgan kitobingizni o'zingizga kiritilgan investitsiya deb qabul qiling. Har bitta sotib olayotgan kursingiz bo'lsin yoki biron bir ta'lim uchun to'layotgan pulingizni kelajagingiz uchun investitsiya deb qabul qiling va bu sarflangan pullar karrasiga 100 barobar, balki 1000 barobar, balki million barobar bo'lib qaytib keladi degan gaplarini eshitgandim. O'shaning uchun biz ba'zida xosatan mana shu ta'lim olish uchun, bir til o'rganish yoki biron bir kasb, hunar o'rganish uchun pul sarflayotgan paytimizda unga xarajat sifatida qarashimiz kerak emas ekan. Ba'zi bir mutaxassis ustozlarni, o'sha kasb hunar o'rgatadigan ustozlarga shogird bo'lish bizni ko'zimizga qimmat ko'rinayotgan bo'lsa, biz hozirgi holatga qaramaylik, u insonning natijasiga qaraylik. U insonni yillar davomida to'plagan tajribasiga qaraydigan bo'lsak, bizni to'laydigan har qancha pulimiz ham o'zimizga kam bo'lib tuyuladigan bo'ladi. Biroz tarozilarimiz o'zgarib qolgan. Bu hikoyani eshitib, yaxshilab mazmunini chaqqan bo'lsak, o'sha tarozilar ancha-muncha to'g'rilanadi degan yaxshi gumondamiz. Bu hikoyadan yana ko'plab xulosalar chiqarsak bo'lar edi. Qolganini bizni tinglagan insonlarni o'ziga qoldiramiz. Nasib qilsa foydali bo'ladi. Umiddamiz. Tinglaganingіз uchun rahmat. Salomat bo'ling.